Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dersini qajırız, Washington'da sözdeyimiz. Bugün çizdağı 2025 yıl 2. ayının 22. günü hepteki şembe vatandaş. Sizlerge bugünkü vaziyetimizde sözleştin avval. Menin bir apo kaçırım sıraydıgınım tünügün. Sizler bilen muhakeme elip bağa vaqta Junhua, Tunhua. Bu iki sözde bir cümle hata ketip kaptı. Nime desiniz? Tunhua'daki hua bilen Junhua'daki hua ikisi iki xilxat. Yani bu manidaş noktada etqanda hukum şeklinde bir-biriga yakın. Junhua'nın maksidi köp milletlik devlet halkara itiraf bulduruş. Milletlerini besiviliş, tecavüz kılış, üzden territoriyası koşuviliş. İkincisi Tunhua, muş milletlerini asimilasyon kılış. Bırak ikisinden xetemesen Junhua'daki hua güllünüş, teriliş degen manada Xitay tilida. Tunhua'daki hua obyektlaştırış, daşkayna qaylandırış, laştırış, asimilasyon kılış degen. Şu xatni oxşayış dep ağzımda çıkıtıp qapta keçirinlar. Hukum manasida aytganda maqsad oxşaş. Junhua degendiki maqsad oxşaş milletlerini boysundirish, Tunhua degendiki huamı oxşaş milletlerini asimilasyon qilish. Mushunda tuzitib o'qinglar, anlanglar vatandaşlarım keçirinlar. Men de bugün sizlarga aytadigan vaziyetimiz, jahonning vaziyeti nima? Tünügünlerden bir haberde gördüm. Bu haberde şundak değildi. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Donald Trump maxsus haber emas. Mushu oyning oxirigacha Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Bu rasmiy xabar bo'lib chiqmadi. Bir xabarning ichida shunday ko'rib qoldim. Lekin men bugun ikki abzas qisqa xabarga diqqat ag'diraman vatandoshlar. Tuyuqsiz yetib kelgan xabar. Ukrayna prezidenti Zelenskiy prezident Donald Trumpga taslim bo'lib, Amerikaning kelishimini qabul qildi. Moskva 2. Dünya urushining g'alabasini xotirlash kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump ko'rakka qatnashadigan bo'ldi. Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qarornoma loyiha yo'llab 7 davlat guruhining Rossiyani tajovuzchi davlat deb atishiga qarshi turdi. Prezident Donald Trump Rossiya bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishga boshladi. Jumhuriyatning raisi Jinping hushyor bo'lishga boshladi. Yaxshi video film torbeti 2. ayının 22. günü yuttu. Ben dedim başta bir haber içinde gördüm. Muş ayının ahırgıcı Amerika Qo'shma Shtatları prezidenti Donald Trump Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi bu ketdi. Hozir endi motor film, video film torbeti yengidek qiladi. Buni da shunday aytibdi. 5. ayının 9. günü Moskvada Qizil Maydonda o'tkazilgan harbiy parad, ya'ni bu yilqisi 80 yilligi. Rossiya urushda g'alaba qilishning 2. Dünya urushida g'alaba qilishning 80 yilligi. Bu ko'rakka, bu sahnaga Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump qatnashdi deyil. Bu mu? Endi rasmiy xabarda kelmadi. Sizlar mushu video film bo'yicha anglanglar vatandosh. Muşundak münasebetler mesela Amerika Qo'shma Shtatlari ile Rossiya Federatsiyasi ish o'tirdi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatning kuchayishiga ergishib, hozir Jonglanghay Jungo Kompartiyasi hushyor bo'lishga boshladi, titildashga boshladi deydi. Endi yana bir xabar anglang. Rossiya zo'r darajada yo'l qo'ydi. Prezident Vladimir Putin 2. ayının 24. günü g'alaba qilganligini e'lon qildi. Bu ehtimol Ukraina urushida g'alaba qildim deyish kerakmi? Bu qanday g'alaba? O'shada g'alaba qilganligini 2. ayning 24-da e'lon qildi deyilibdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu bir yangi xabar. Jungodan o'qishga keladigan
Amerikaga Jungo'dan o'qishga keladigan o'quvchilarga viza berishni chekledi. Bugungi Umid Sadosi 2-22 kuni. Bugun endi sizlarga yetkazadigan vaziyat xarakterlik qisqa xabarlarimiz ashunday iborat vatandosh. Endi sizlarga so'zlaydiganimiz mundaq. Bu mavzu nimadan? Biz hozir Amerika Davlat Majlisining to'xtamay jasorat bilan ishlayotganligidan xabaringlar bor vatandosh. Hozir yana Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ikki palata a'zolari qonun loyiha o'tirg'i qo'yib, Jungo Kompartiyasining Amerikaga va boshqa davlatlarga bosim ishlatib, uning Tayvanga, ya'ni Jungo Kompartiyasining Tayvanga egilik huquq yurgizish tashabbusini qabul qilishga majburlashiga qarshi turganligini bildirdi. Masalan, Amerikaga bosim ishlatdi, Tayvanga egilik huquqim bor deb, boshqa davlatlarga bosim ishlatdi, Tayvanga egilik huquqim bor deb, ashunda qilayotgan Jungo Kompartiyasining mushu qiliqlarga qarshi turish uchun navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida partiya guruhlaridan alqigan holda Davlat Majlisi a'zolari qonun loyiha o'tirib qo'ygan. Bu xabar Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi 2-22 kuni. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi, Avam Palata, Kengash Palata bir necha nafar kechiringlar. Nopozdoq partiya guruhlaridan alqigan Davlat Majlisi a'zolari, arboblar qonun loyiha o'tirib qo'yib, Jungo Kompartiyasining Tayvanga egilik huquq yurgizish tashabbusini qabul qildirish uchun Amerikaga va boshqa davlatlarga bosim ishlatishga qarshi turadiganligini bildirdi. Qonun loyihasi yana Amerikaning bir Jungo siyosati bilan Amerikaning yana boshqa shunday sheriklarining bir Jungo siyosati bilan Jungo Kompartiyasining bir Jungo prinsipi o'xshash emasligi bu qonun loyihasida qayd qilindi. Demak, Jungo deyotgan bir Jungo, Amerika deyotgan bir Jungo. Jungo deyotgan Amerika, Jungo deyotgan bir Jungo emas, bir Jungo prinsipi. Amerika deyotgan, ta'kidlayotgan bir Jungo siyosiy xarakterli yoki qonun adliya xarakterli tushunganidek-ku bir Jungo. Hozir bu ikki, bir Jungo Amerika taraf, bir Jungo siyosiy Jungo taraf, bir Jungo prinsipi o'xshash emas. Bu qatam mushu qonun loyihasida qayd qilindi. Partiya guruhlaridan alqab, ikki palatadan alqab. Bu qonun loyihasini o'tirib qo'ygan kishi Avam Palata Tashqi munosabatlar komitetining a'zosi, Osiyo Tinch okean komitetining raisi, Kaliforniya Federatsiyalik Avam Palata a'zosi Kim Yang. Jungo Kompartiyasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2758 nomerlik qarorini burmulab, o'zining Tayvanga qaratgan egilik huquq tashabbusini muvofiqlashtirmoqchi yoki Jungoning talabbuziga moslashtirmoqchi bo'ldi. Gumonlanish bo'lmaydiki, Amerika bir Jungo prinsipini e'tirof qilmaydi. Ya'ni Jungoning bir Jungo prinsipini Amerika Qo'shma Shtatlari e'tirof qilmaydi. Ham Jungo Kompartiyasining Tayvanning ovozini cheklishiga va Tayvanning erkinligini bo'g'ishiga Amerika Qo'shma Shtatlari yo'l qo'ymaydi. Avam Palata a'zosi Jin Yang o'zining ishxonasida yuqoridek bayonot e'lon qildi. Jin Yang yani bunda ko'rsatdi. Avam Palata va Kengash Palatasi partiya guruhlariga ayirmay birga ishlagan parlament a'zolariga rahmat aytaman. Biz Tayvanda yashayotgan tinchliksevar do'stlarni qo'llaymiz. Ular xalqaro tashkilotlarda bir
orunga erişişi gerek. Yani bir orunga ege buluşu lazım. Bayanatımın da görüştüldi. Kanunlayya, yukarı kanunlayya birinci. Cumhur hükümetinin saxta bayallarına, yani Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2758. numurluk kararını Cumhur'un Tayvan'a ilgilik hukuk yürgüzüşü vekillik kılınған halkara kelişim dep düşendirişige karşı turdu. Kanunlayya düşünek görüştürdü. Yani Amerika parlament azaları aşınına karşı turdu. İkinci, Amerika'nın bir cungo siyasetinin herkes yaki ezelden Cungo Kompartiyasının bir cungo prensip bilen okşaş emesligini kayıt kılıdı. Kanunlaydı. Üçüncü, Cungo Kompartiyasının Tayvan'ın halkara teşkilatlarına ehmiyetlik katnışıga, karşı turdu. Cungo Kompartiyası müşün karşı tursa, Avanpalanıma Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi mışının karıştırdı. Yani Cungo Kompartiyasının karşı duruşa karıştırdı. Hata olup kalmışsın cümle vatandaş. Bu kanun layığını oturu koyguçular. Demokratlar Partisi mensubu Ami Beyra. Cungo meselesi boyunca Fevkalade Komitetinin reisi Avanpalatası John Mulliner. Ve bu komitetin azası Demokrat reisi cuma yukarısı Fevkalade Komitetinin reisi John Mulliner ve bu komitetin azası Demokratlar Partisi mensubu Avam Palata azası Raja Krishna Murthy. Katarlık parlament azaları bu kanunlayıya imza koydu. Ve oturuğu koydu. İmza koydu hem oturuğu koydu. Endilikli haberimiz mavzumunda vatandaş. Kattık ifade bildirdi. Marco Rubio Beijing'nin aldığı kızılsızlık sizde. Mavzula haber 2. ayının 21. gün Amerika avazlayan Xitay tili programması ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet İşler Katibi Marco Rubio 2. ayının 21. günü Cuma Amerika matbuatlarının ziyaretini kabul kılganda mındak görsetti. Amerika Tinç Okyan devletidir. Amerika bu rayondaki mevcudlukni devamlı saklaydı. Bu Amerika'nın kızıl sızıqı. Devlet İşler Katibi Marco Rubio qat'iy bir halda mındak görsetti. Amerika Tinç Okyan devleti buluş süpti bilen Tinç Okyan işleriga aralışıdır. Bir yerde bu siyaseti takitleş hazır Cumhur'un maksidi aşkara ve yuşurun alda vatandaşın Amerika Koşmuş Ştatları Asya devleti emas. Amerika Koşmuş Ştatları Tinç Okyan yoki Hindi Tinç Okyan devleti emas. Şunlaşqa Amerika Koşmuş Ştatlarını Hindi Tinç Okyandan çıkarıp etiş gerek. Xitayning aşkara ve yuşurun siyaseti şu. Bugün Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet İşler Katibi Marco Rubio dedi ki Amerika Koşmuş Ştatları Asya Tinç Okyan devletidir. Amerika Koşmuş Ştatları Hindi Tinç Okyan devletidir. Şunlaşqa Asya Tinç Okyan bolsun, Hindi Tinç Okyan bolsun, bu rayonun işleriga Amerika Koşmuş Ştatları aralışır. Bu kat siyaset vatandaş. Bu kat siyaset. Devlet İşler Katibi Marco Rubio Amerika matbuatları ekes sahnesi de Amerika Kolombiya radyo şirketi CBS'nin muhbiri Herreci Catherine Herreci'nin ziyaretini kabul kılganda yok arkadaş gösterdi. Devlet İşler Katibi Marco Rubio Prezident Donald Trump hükümetinin Cungo doğrusundaki meydanı doğrusunda mındak Cungo doğrusundaki meydanı doğrusunda mındak görsetti.
Cungo'ga qaratgan meydanı to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Kechiringlar vatandoshlar. Jungo Rossiyaga o'xshash bir cho'ng davlat. Dunyoda ikkinchi darajalik iqtisod davlati. Jungo'ning harbiy kuchi tezlik bilan taraqqiy qilmoqda. Biz Jungo bilan munosabatni saqlab turishimiz lozim. Garchi Jungo'dan bo'lgan aloqa munosabatni saqlab turishimiz lozim. Kechiringlar vatandosh. Undaq bo'lmasa o'tirda Jungo bilan Amerika o'tirsa to'qinish yuz berdi. Jungo iqtisodiy tahdid orqali Hindi Tinch okean rayonidagi nurg'unlagan davlatlarni o'zining beqindi davlatiga aylantirmoqchi bo'lyapti. Amerika bundaq ahvolni hargiz qabul qilmaydi. Yaponiyaning beqindi davlat bo'lishga hargiz unamaydi. Yaponiya, Koreya, Filippin, Avstraliya qatorliq davlatlar Amerikaning ittifoqdoshlari va yakın do'st davlatlaridir. Vyetnam Jungo'ga beqindi bo'lishni ham xohlamaydi. Davlat ishlar katibi Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Bizning iqtisodimizga, ya'ni Amerikaning iqtisodiga munosabatlik bo'lgan narsalarni Jungo hukumati tortib olgan, tizginlab olgan bir dunyoda yashashni xohlamaymiz. Bundaq yashashga to'g'ri kelsa, bu safi o'zidan ahmoqlikdir. Hozir Amerikaga nima kerak? Serak to'pi kerak. Jungo tizginlab oldi, yana boshqa sohalar tizginlab oldi, tortib oldi degandek maqsadda. Agar mushundaq dunyo bizga hozir bo'lsa, biz bundaq dunyoda yashamaymiz. Bu masalalar Amerika Qo'shma Shtatlarining iqtisodiga munosabatliklar bo'ladigan bo'lsa, biz bundaq dunyoda yashashni istamaymiz dedi. Bundaq yashashga to'g'ri kelsa, bu bir ahmoqlik dedi. Bu yerda ba'zi narsalar bizning davlatimizga chetilib keladi. Ichki sanoatning taraqqiy qilishi qisman ittifoqdosh davlatlarning hamkorligi va ta'minlash liniyasining kapolatiga tayinidir deb ko'rsatdi Marco Rubio. Marco Rubio yana mundaq ko'rsatdi davlat ishlar katibi. Jungo Amerika shirkatlarining Jungoda nima qilishiga yo'l qo'ysa, Amerika ham Jungo shirkatlarining Amerikada shundaq nima qilishiga yo'l qo'ydi. Jungo Amerikaning tovar mallarida qanchalik normada tamojna beji oladigan bo'lsa, Amerika Jungoning tovar mallaridan shu darajada tamojna beji oladi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti qiladigan ish. Navbat mushni tangma-tang barobar bo'lish, tang darajada bajalash degan ishlarni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump ishlaydigan ish deydi. Davlat ishlar katibi Marco Rubio. Marco Rubio mundaq dedi. Uzun yillardan beri yuqumliq virusga pul, vaqt sarf qildi Jungo. Tadqiqot elib bordi Jungo. Hatta g'arbliklar moddiy yordam berdi. Mush tadqiqot turlariga virus tadqiqotiga g'arb dunyosi pul, moddiy yordam berdi. U yana mundaq tilga oldi. Jungo hatta oldin faraz qilib, yuqumliq virusni odam badaniga kirgizib, sinaq qilmoqchi bo'ldi. Eng oxirgi jumla sizning ixtiyoringizda bo'lishi kerak. Diqqatingizda bo'lishi kerak. Chunki siz Uyg'ur, biz Uyg'ur vatandosh. Masalan, virus, yuqumliq virusni odam badaniga urib kirgizish.
sırtıdan tarqıtış ve juqumlarish degandek Wuhan'da bo'lgandek ish emas. Aşı virusni odamning badaniga urib kirgizib sinaq qilish. Qanchilgan Uyg'ur mush yo'lda o'lganda vatandosh, qanchilgan balalar mush yo'lda o'lganda Uyg'ur, baldir mush yo'lda o'lganda vatandosh bu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Marco Rubio'ning hech qanday fikri yo'q. Yoki bu to'g'rida eg'iz ochgan emas. Hozir Jungo hatta mushini tadqiq qilyapti. Ya'ni virusni vokul jinnisi orqali odam badaniga urib sinaq qilish. Men endi buni sizga tahlil qilyapman. Mush yo'lda qanchilgan Uyg'ur farzandi, qanchilgan Uyg'ur odam mush yo'l bilan o'ldirilgandi yoki sinaq ustiga yotqizilgandi yoki sinaq ustida o'ldirilgandi. Sal qo'ydan vatandosh. Sal qo'ydan sizga vatandosh. Hozir endi Xitoy qo'limga keldi deb qilib oladi. Xitoy bir mustabid davlat deymiz. Mustabid degan ismini bilamiz, boshqa jarayonni. Buning konkret jarayonni siz biz bilmaymiz vatandosh. Masalan, Uyg'urlarni o'ldirish usuli nima? Qirg'in qilish usuli nima? Qaysi shaklda elib beriladi? Siz biz buni bilmaymiz chunki sizning bizdan beshimizga bu kelmadi hozir. Bu beshiga kelgan Uyg'urlar bu kun tortdi, bu kunni ko'rdi. Meyli balalar, meyli ayollar, meyli erlar, Uyg'ur xalqi hozir mushu kunni ko'ryapti vatandosh. Biz hozir sizga savol qo'ydik, siz ham shunday qo'yilsiz. Virusni vokul qilib odam badaniga urish, tajriba sinaq qilish, Xitoy Uyg'urlarga buni qanday ishlatgandi? Qanchilgan Uyg'ur mush yo'lda o'ldirilgan? Mana bu siz biz qo'ydigan savol. Shunga qudrati Alloh lekin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati va hukumatning va davlatning prezidenti Donald Trump efendining siyosati orqali shunday bir kunlar oldingizga kelib, siz shu fursatga erishganda buning hisobini olishning fursati sizning qo'lingizga, bizning qo'limizga kelgan bo'ladi vatandosh. Chunki biz odam dunyoga odam bo'lib keldik, odam bo'lib yashaymiz dedik. Lekin Xitoy bizni odam bo'lishga yo'l qo'ymadi. Odam bo'lishimizga yo'l qo'ymadi. Bu dunyo, bu quruqlik, bu tabiatda bizning odam bo'lib, Uyg'urning odam bo'lib yashashiga yo'l qo'ymadi. 70 yil, bu keyingi jazo lageri 8 yil Uyg'urga hargiz yo'l qo'ymadi. Lekin yana Uyg'ur qaysarlik bilan yashab kelyapti vatandosh.